Salom bolajonlar. Yurtimizda hozir kuz fasli va bu faslda albatta hosil bayrami Mehrjon nishonlanadi. Bu bayram nafaqat bizning yurtimizda, balki dunyoning ko'p mamlakatlarida ham nishonlanadi. Yil bo'yi yetishtirilgan meva, sabzavotlarning yig'im-terimidan keyin dehqonlar, bog'bonlar, fermerlar, barcha qishloq xo'jalik xodimlari ishtirokida turli ko'rgazmalar, yarmarkalar, ko'rik-tanlovlar tashkil qilinadi. Bu tantanalar ularning erishgan yutuqlari, mehnatlarining yakunlanishiga bag'ishlanadi. Shuningdek, g'allakor, paxtakor va pillakorlar ham o'z mahsulotlari bilan bozorlarni boyitadilar. Tadbirlar saylgohlarda, bog'larda, o'yingohlarda, maydonlarda o'tkaziladi. Bizning yurtimizda ham ko'plab xo'jaliklar o'zlarining yetishtirgan mahsulotlari bilan ushbu bayram tadbirlarida ishtirok etadilar. Xalq sayllari boshlanadi, tomoshalar va konsert dasturlari bo'lib o'tadi. Bu bayram bir necha kun davom etadi va tadbir yakunida eng yaxshi mahsulotlarni yetishtirgan xo'jaliklar aniqlanib, mukofotlanadi. Mehrjon bayrami yil bayramlari ichida eng yorqin, rang-barang, mehr-saxovatli va shukronali bayram hisoblanadi. Keyingi mashg'ulotgacha omon bo'ling.